Bu prostata muammosi nazarimda shu 15-16 yil oldin boshlandi-da. Hojatga ko'p qatnash, tahorat ushlab olmaslik. Tahorat olib chiqqandan keyin bir 5 minut bo'lmasdan yana kirishga yana qistab qoladi. Ba'zida 3 martadan, 4 martadan tahorat olgan vaqtlarim bo'lgan. Kechalari 3-4 martadan, ba'zida 5 marta turardi. Og'rirdi, keyin achishib og'rirdi. O'zimcha hali har xil tabobatli nimalarni, yog'lari boshqa surtib ko'rdim, boshqa bo'ldi. Yog' surtardim, vazelin surtib ko'rdim. Paxta yog'ini, taplonni vasl ederkan shunaqa qilib nima qildim. Keyin tabobatga tegishli boshqa damlamalari ichdim. Siydik yo'lidagi muammolarga dori bo'ladi deb tibbiy qadim degan kitobda o'qigandim. Sutni suv bilan aralashtirib ichdim. Sariyog'ni shakar bilan shunaqa dorilar bor ekan. Ular ham siydik haydaydi, boshqa qiladi-yu, lekin ko'pga cho'zilmaydi masalan. Bu narsa ayniqsa shu kuzgi qishki vaqtda odam ko'proq qiynalar ekanda. Keyin men bunga e'tibor bermasdan yuraverdim endi. Chunki bu endi shunaqa bo'lish kerak bo'lsa kerak, bu yosh o'tgandan keyin 50-60 dan keyin deb yuraverdim. Bir joyga boraman desangiz ham odam xijolat qiladi-da. Yuribga boradisizmi? Biz uzoqroqda masalan Namanganda bir to'yga boradigan bo'lsangiz boshqa. Endi borsangiz ham men o'ylaysizda, tahoratxonasi sharoitxona ekan. Namanganga borib uzoqroqqa boradigan bo'lsam ham yo'lda albatta haligi nima qilaman. Shuning uchun taksida, avtobusda yurmayman. O'zim boshlandim chunki xohlagan joyda to'xtab, o'shaqa masjidda tahoratxonaga boshqa shunga majbur edim-da hozir. Masalan, yo'lda albatta shu nimaga bir hojatni nima qilib, ravo qilib, keyin yo'l davom ettirishga boshqa. Uzoq, masalan, Farg'onaga boradigan bo'lsam ham yo'lda bir 2 marta, 3 marta joyda to'xtab. Hozir masalan, Namanganga boradigan bo'lsam yo'lda to'xtamayman, masalan, mashinada bemalol. Haligi nima qilish yo'q. 2 yil oldin avgust oyida Chimyonda, Farg'onada sanatoriyada davolandim-da. O'sha yerda keyin mana o'zi qilishdi. O'zi qilganda, o'zicha doktor sizda adenoma bor ekan dedi. Razmerini aytdi, buni davolamasangiz yaxshi bo'lmaydi. 66 nima ekan. Siz masalan borib o'zingizni poliklinikangizda urologlar bor, o'shaga uchraysiz dedi. Keyin sanatoriyadan kelib o'zimizda poliklinikada nima bor, urolog borsa, u yana ko'rdi, o'sha ekan haqiqatda. Keyin u bir tabletka yozib berdi. Bir oydan keyin kelasiz dedi. Bu hali operatsiyaga hojati yo'q dedi. Keyin bir oydan keyin bordim. Borsam bir eshigini oldida doim 15-20 ta odam o'chirib boshqa haligi navbat endi. 3-4 marta borsam u doktor doim band. Men shu navbatda turish yomon ko'raman-da odat. Keyin esdan chiqib ketdi, bormay qoldim. Nima bo'ldi-yu? Yana shu bu yil 25-yil davomida yana shu muammo bo'lavergandan keyin iyul oylaridami YouTube'da sizlarda Doniyorbekni videolarini ko'rib qoldim. Chunki operatsiya bo'lib ko'p aziyat chekkanlar bilardim-da, lekin bunaqa zamonaviy usuli borligini bilmasdim. Keyin hali Doniyorbekning nimasini 80% kasallarda operatsiya hojat bo'lmaydi. Biz ko'ramiz, agar tabletka bilan boshqa bilan nima bo'ladigan bo'lsa davolaymiz degandan keyin menda keyin bir ikki marta o'sha hamma videolarni ko'rib chiqdim YouTube'dagini. Keyin borami yo'qmi deb ikkilanib yurdim-da, to'g'risi. Endi operatsiyadan qo'rqasizda baribir. Keyin oxiri telefon qildim, sizlarni ko'rsatgan nima bo'yicha YouTube'dagi nima qilsam turib bor dedi. Keyin ular tekshirishtirishdi, o'zi qilishdi. Haligi o'tgan yilgi nima razmer 100 dan oshib ketibdi. 66 mm, 100 mm. Ha, bir yilda shuncha nima bo'libdi-da. Keyin aytdiki, Musoxonaga buni dedi operatsiya qilmasa bo'lmas ekan. Keyin haligi nima ham bor ekan, onkomarker bor ekan, qondan analiz bor ekan. Bir 2-3 soatda chiqar ekan. Endi tashqarida mashinada o'tiribman-u. Hali bir qarindoshimiz xuddi prostata rakaga uchrab bir 2-3 yil oldin o'tib qoldi. Yosh edim, bizdan 4 yosh kichkina edi. Haligini eslab, rak yo'qmikin deb xavotirga tushib qoldim. Yo'q, keyin vaqti kelgandan keyin analiz chiqqandan keyin, yaxshi dedi, onkomarka 4 bo'lsa, sizniki 1 necha ekan? Yaxshi ekan dedi, operatsiya qilamiz dedi. Keyin men aytdim, puli qancha desam, pulni aytdi. Keyin bolalarga telefon qildim, safarda bolalar ishda. Bolalar dedi, siz yotavering, biz yetkazib beramiz dedi. Siz YouTube'da birinchi ko'rganingizdan keyin qancha vaqt videolarni kuzatib, o'ylanib yurdingiz borsangiz? 2-3 oy iyunning oxiri bo'lsa kerak ko'rganimda. Shu iyun oylarida ko'rgan bo'lsam, men erga borishim bilan sentyabrda boryapman-da. Ko'ryapsizmi? Shu ikkilanishda. Salkam 3 oy. Lekin men erda mana o'zini boshqa hamma analizlarni olib, hali Olimxon degan o'zimizning poliklinikadagi nimaga bordim keyin bir kun. Ishdan chiqadigan odam kam vaqtda borsam, o'sha o soat 3 dan keyin ko'rsatdim-da, Olimxon dedim, shunaqa Doniyorbek degan doktor bor ekan Farg'onadan, MedArt degan klinikada bor ekan, shu operatsiya qilamiz deyishyapti ular. Siz ko'ringchi dedim. Endi ular puliga qiziqyaptimi? Yo'q, bu haqiqatan siz o'tgan yil ko'rgan, keyin o'tgan yilgi
nimasini ham olib oldim o'zi nima o'zi qilganda ko'rdida keyin nima qilib u aytdiki buni dedi eng zo'r doktorni topibsiz o'rta osiyoda bunaqa doktor yo'q bizni ham ustoz bo'ladilar qildiravering bu qilmasa bo'lmaydigan ekan gap pulida emas pul bo'lsa qildiravering buni ko'p narsani oldini olgan bo'lasiz dedi buni oldini olmasa onkologiyasiga aylanib ketishi rak aylash ehtimoli bor shuning uchun vaqtida ekan oldiravering dedi xolis doktorni topdimda yani xolis doktor aytdiki bu to'g'ri nima qilyapti bular yo'q degandan keyin shu ertasiga yotdim keyin 16 sentyabr kuni Doniyorbek kelish kerak ekan o'sha keladigan vaqtga bordimda Doniyorbek operatsiya qildi bir 45-50 minut davom etdi o'zim ko'rib turibman haligini beldan pastga narkoz berdim operatsiyadan keyin kasalxonada 3-4 kun yotdim Doniyorbek yaxshi inson ekan ko'ngli ochiq eng muhimi hojatga kirgandan keyin bunaqa ko'p o'tirish yo'q shu oldin qanaqa bo'lardi hozir qanaqa shularni qiyoslab bersangiz oldin aytyapman yarim soatlab hojatxonada o'tirishga to'g'ri kelardi hozir ha haligi hozir man 5-10 minutda tahorat chiqamanda bo'shanaman darrov nima qilaman mustahab qilaman tahorat qilaman chiqaman vaqt tejalayapti-da keyin oldin to'liq bo'shana olmasdingiz-da ha oldin o'sha qolib ketardi o'shada o'lchaganda ancha qolib ketar ekanda nimada hozirchi to'liq bo'shagansiz hozir bo'shaydi-da yo'l ochiq-ku yo'lni ochib qo'yishdi-da hali adenomini bu yerda olgandan keyin hali siydik yo'lini ochib qo'yishdi endi masalan buni to'sadigan narsa yo'q-ku masalan operatsiyani haligi oldingi usullari bor-ku masalan endi buni bilmasdik kesib to'g'ri operatsiyalar bu ayniqsa bu jiddiy tez kattalashib ketganiga men hayron bo'ldimda bir yilda 1,5 barobar katta bo'lib ketdi shunaqada biz ko'pchilikka aytamiz shu YouTube'da ham yillar davomida kuzatib turganlar borda kelishga ikkilanib qo'rqib ular agar hozir misol kelib tekshiruvdan o'tsa ham hech kim majburlab operatsiya qilib yubormaydi tekshiruvdan o'tish uchun bo'lsa ham kelish kerak-da o'zini hozirgi holatini bilib olishi uchun mana siz aytdingiz 1 yil oldin 60 edi ekan 60 mm edi ekan keyin 100 bo'lib ketibdi dedingiz balki hozir mana shu videoni ko'rib turgan odamda 40 dir 30 dir dori bilan davolab olsa dori bilan davolash mumkindir keyin agar vaqtni o'tkazib yuraversa operatsiya qilish kerak bo'lib qoladi agar shu holatda ham yuraversa keyin onkologik bo'lib ketishi mumkin ehtimoli bor shuning uchun hamma narsani vaqtida hech qanaqa qo'rqmaslik kerak misol meni hozir pulim yo'q deyishi mumkin tekshiruvga hech qancha pul ketmaydi-da hech bo'lmasa hozirgi holatini bilib olish kerak-da endi shu odamlar bilish kerakki mana shu narkoz bergandan keyin umuman og'riq hech narsa bilmas ekansiz o'zingiz bemalol ko'rib ekranda ko'rib turasiz-da masalan ham nima bo'lyapti protsessni hammasini ko'rib turasiz shuning uchun xavotir og'riydi boshqa deb o'ylamaslik kerak ekan og'riq boshqa bo'lmaydi mana siz 3 oy kuzatdim dedingiz YouTube kanalda shu keyin operatsiyadan keyin ertaroq kelsam ham bo'lardi ekan degan xayol bo'ldimi 3 oy o'tkazmasdan ko'pchilik yillab kuzatadi endi men o'yladim masalan agar shu axborotni masalan shu Doniyorning gaplarini men 3-4 yil oldin eshitganimda men 3-4 yil oldin borgan bo'lardim shuda to'g'risida azoblanib yurmasdan men prostata muammosini haligi aytyapman sanatoriyada o'sha doktorlar o'zi qilganda ular avvalgi o'zi qilib tekshirib qabul qilar ekanda o'sha yerda doktor keyin meni ogohlantirdida ehtiyot bo'ling amaki adenomangiz katta bo'lib ketibdi buni tez oldini oling davolaning dedi boshqa ungacha men haligi ko'riklarga bormaganman doktorlarga bormaganman qarichilik deb yuravergansiz yuraverganman-da esdan chiqib ketib oxiri keyin haligi men YouTube'dagiligini ko'rib qoldimda call centerga telefon qilib telefon bilan bitta ishimding call centerga telefon qildim adresini berishdi tekshiruvlar qildik yoki shu videoni ko'rayotganlar shu nomerlarga telefon qilib qanaqa tekshiruvdan o'tish kerak shuni bilishsa misol samarqandlik odam ko'rishi mumkin buxorolik odam ko'rishi mumkin o'zini shahrida qanaqa tekshiruvdan o'tish kerakligini bilib olsa tekshiruvdan o'tib analiz javoblarini shu bizning nomerimizga rasmga olib tashlasa holatini aytib berishlari mumkin vrachlarimiz nima qilish kerak qanaqa chora ko'rish kerak operatsiya qilish kerak emasmi hozirgi holati nuqtasi qaysi nuqtada turibdi shularni aytib bersa bo'ladi ko'pchilik telefon qilishga ham ikkilanadi qanaqa tekshiruvlardan o'tish kerakligini shu pastda nomerlar qoldiramiz telefon qilib operatorlardan so'rashsa qanaqa tekshiruvdan o'tishim kerak deb polniy yo SMS qilib jo'natib berishadi yo rasmini jo'natib berishadi poliklinikaga boradi mana shu tekshiruvdan o'tmoqchiman deydi o'zini viloyati
viloyatida. Ishi tez bitadi. Shunaqa, xudo xolasa telefon qilishinglarni kutamiz. Hech qachon qo'rqmanglar, balki sizni operatsiya qilish kerak emasdir. Oldini olgan yaxshi. Eng muhimi haligi onkomarketni ham o'tish kerak ekan. Ha, PSA analizini ko'radi-da. Ha, PSA deydimi? 4 gacha bo'lish kerak-da. Ha, 4 gacha bo'lish kerak. Shuni vaqtida aniqlasa, davolasa bo'ladi. Ha, yaqin qarindoshimiz shu 2 yil oldin o'tib qoldi-da. 62-yil edi. O'sha 62-yil ukam bilan sinfdosh edi u. Shu yigit shu bizni o'tirishimiz bor, qarindoshlar o'tirishida ko'rganman. 1-2 hafta o'tgandan keyin xabar keldi-da. Sog'lom, ko'rinishi yaxshi edi. Nima bo'ldi desak, shu haligi ximiya olgan ekan, shu nimasida haligi rak bo'lgan ekan. Ximiya olib kelib, keyin o'tib qoldi deyishdi-da. Prostatasi rak bo'lgan ekan, biz hech kimga aytmagandi u. Davolanayotgan ekan u, lekin haligi ximiya olib yurgan ekan-da. Hozir mana shu prostata rakini ham zamonaviy usulda davolash usullari bor-da hatto. Shu Doniyor akani do'sti Oybek aka deb shu rak bilan shug'ullanadi aynan. Rakdan shifo topganlar bor. Ularning ham videosini qo'yamiz xudo xolasa.